Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglovchi do'stlar. Biz Umid Shimshak yozgan Uchar Universiteti degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bu kitobni Uyg'ur tadqiqot instituti tarjima qilgan. Oldin qismda biz ruslarning polshaliklarning madaniyat va kulturiga qanchalik buzg'unchilik qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, polshaliklarning shunchalik tirishchilik bilan uni qo'g'dimoqchi bo'lgan yerlarni o'qib o'tgaydik. Endi davomini o'qiymiz. Tema Ügüniş təvəkkülçiligi. Milli mövcudiyətlərini təltüküs yoxutub taşlaşını nişan qılğan Rusiya mərkəzlik dövlət maarifığa qarşı polşalıqlarının təbii narazılığı toxtavsız ilgirləb, cəmiyyətin barlıq qatlamlarıgacha kengaygan umumyüzlük maarif dolqiniga aylanish şəklində o'ttiraga chiqdi. Polşalıq o'quvchilar bir tarafdan dövlət məktəblərində, yana bir tarafdan xususiy məktəblərdə Rus müfəttişlərinin qattiq tekshirishləriga qaramay, barlıq imkoniyatlardan to'liq foydalanishga tirishadi. Xususiy məktəblərinin faqat bo'lmagandimi, tanaffuslarda polakcha so'zlashdak alayidligi bor edi. Biroq, ularmı dövlətning tekshirishidan unchavola yiroqda emas edi. Polsha kulturini yolg'iz qoldirishni nishon qilgan Rus safarbarligi u yerda yuqori sur'at bilan davom qiladi. Bu jarayonda polshaliklarning eng keng umumlashgan ta'lim-tarbiya faoliyatlari uylarda ilib beriladi. Ya oila yoki do'stlar orasida muntazam ta'lim-tarbiya kurslari holatida va yoki qonunsiz ta'lim-tarbiya o'rinlari holatida tashkillanadi. Bir qarashqa bu kim texmi baldır harakatga o'tidi tusidiki bolalarni kichik yoshda o'z yiniga tortish uchun ruslar bilan polshaliklar orasida ilib berilgan amonsiz bir musobaqadan iborat edi. Polshaliklar o'z farzandlarining davlatning qo'lida bir mustamlika ziyolisiga aylanib qolmasligi uchun millat bo'yicha harakatga o'tgaydi va bu jihatda ko'p vaqtlarining yo'qligini biladi. Mana bu jarayonda ilm-fan va san'at sekri yoshlarni o'ziga mahliya qilib oldi. Uylar, oila ichida maxfiy holatda cheklangan kitoblar o'qiladigan, xoin yozuvchi shoirlarning asarlari yodlangan joylarga aylandi. Bu xoin ruslarga nisbatan xoin, sifatida ishlangan qo'shtirnoqni ichiga ilingan xoin. Yana kelib, bu ahvol faqat Polsha zaminlarida aks etish bilan cheklanmaydi. Mustamlikchilarning uy-uyida surgun qilingan polshaliklar yerlashtirilgan Rossiya zaminlaridami qonunsiz ta'lim-tarbiya yig'ilishlari va yoshirincha kitob o'qish faoliyatlari nihoyat aktiv holatda davomlashmoqda edi. Bu soyada ruslar Polsha zaminlaridan yildizni qo'murib tashlamoqchi bo'lgan narsa ularning putlarining uchida bix surmoqda edi. O'qishning ta'min etilgan va zehnini yangi qarashlarga echayotgan Polsha ziyolilari qo'liga tushgan har qanday asarni o'qiydi va o'qiganlar narsadan biror yakun chiqarishga tirishadi. Darwin, Marx, hatto ashadiy dushmanlari bo'lgan germanlarning Simovul xarakterli kishilaridan Fichte, Herder, Nietzschega o'xshash kishilarning asarlarimi ular o'qiydigan asarlarning qatoriga kiradi. Rossiyaning tushi 19-asrning oxiriga bormayla Polshada rus kulturi bo'yicha yetishgan bir ara qatlam paydo qilish edi. Bu tush qat'iy reallikka aylanmadi. Uning o'rniga Polsha zaminlari rus tushining dal ta'sirisicha o'rganish tavakkülçiligi deyishga bo'ladigan darajada bir safarbarlik harakatiga sahna bo'ldi. 19-asrning oxiriga kelganda o'qish, yezish yoki dehqonchilik mahoratlaridan tortib universitetgacha bo'lgan har darajada o'qish jamiyatning barliq qatlamlarigacha kengaydi. Bu jarayonda bo'libmi o'zligidan o'rganish bir modelga aylangan va xalqning 3/1ning kundalik faoliyatlari qatoriga kirgaydi. Oldin qatordagi olimlar va san'atchilar xalq orasida yetakchilik roli o'ynaydigan kitoblarni yozadi. Orqadan bu kitoblar qo'ldan qo'lga o'tib o'qiladi. O'zligidan o'rganish uchun bir oylik jurnal nashr qilingan bo'lib, davlatning eng dangliq ziyolilari bu jurnalga kuch qo'shadi. Bundaq keng umumlashgan ta'lim-tarbiya faoliyatlariga parallel holda kutubxonalarmi xalqning ko'p qatoraydigan joylari qatoriga kirdi. Har xil diniy va ijtimoiy organlarning bayrog'i ostida xalqqa echib etilgan kutubxonalar orqa-orqadan echilishga boshladi.
Lekin kütüpxanalarmı məktəblərə oxşaşla saqçılarning kuchlik nazorati ostida edi. 1897 yılı faqat Varşava Yordamsuyarlar Birligi nomli bir organning shahar ichida ochgan kütüpxanalarning soni 23 ga yetgan edi. Ammo kitob ishkoplarida Viktor Hugo, Emil Zola, Alexander Dumasga o'xshash razil yozuvchilarning kitoblari qo'lga tushganligi uchun dastlabda birlikning idora hay'ati boshlig'i vazifasini ilib tashlandi. Bu yerdagi razil so'zimi tirnoq ichiga ilingan Ruslarga nisbatan razil ifodasilik so'z. Arqadan bu kütüpxanalarning hammasi butunlay taqib etildi. Shundaq bo'lsa-mu, Polshalik millatchilarningmi qonunli kütüpxanalarda qo'yilmaydigan kitoblar qo'yildigan xalqqa uchuq, davlatga yepiq kütüpxanalar bor edi. Dushman qo'ldan qutqizib olingan asarlarmi mushundaq joylarda muhofazat qilinadi. Ba'zi qimmatli asarlarning Ruslardan qutqizilishi bo'lsa, bir milliy vazifa edi. Masalan, 1858 yılı Leipzig'da nashr qilingan Polsha yozuvchilari nomli kitobning Bruckhaus nusxasining hamla nusxasi Kalishdagi Rus valisining xizmat uyida edi. 1973 yilning bir kechasi valining uyiga kirgan noma'lum o'g'rilar bu asarlarni o'g'irlab ketdi. Bir necha kun o'tgandan keyin Rus amaldorlarining ko'zidan yiroq Gaol nomli boshqa bir bozorning chet yerida polshaliklarning foydalanishiga sunildi. İzchil holda oqartish xizmatlarini keng xalq omasiga yetkazishning yangi metodlari tepilib turadi. Dehqonlarni o'qitish faoliyatlari bo'lsa, harichilik jamiyatlari yoki tantarbiya klublarining vositasi bilan ilib beriladi. Uylarda bo'lsa, pidakar o'qituvchilar har qatlam va har yoshdagi o'quvchilarga muntazam dars beradi. Albatta bu ishlar Rus josuslar tarafidan nihoyat astoydillik bilan kuzatilmoqda edi va buni dars o'quvchilarmi, o'qituvchilarmi biladi. U kunlarda asosan degidek har bir polshalik maxfiy darslar yuzasidan tutqun qilingan, lagerlarga surgun qilingan yoki o'ldirilgan tunish birlarining bir qancha hikoyasini orqa-orqadan bayon qilib beralgudek holat edi. Bu ahvol Polsha an'anasida jasoratni o'qituvchilikning eng muhim alayliklarining biriga aylantirdi. Shu darajaga berib yetdiki, shu kunlardan tortib polshaliklar orasida jasoratsiz odam o'qituvchi bo'la olmaydi deydigan bir qarash o'rnab ketdi. Bu jarayonda o'qituvchilarmi, o'quvchilarmi o'xshashla xavf ostida bo'lganligi uchun jasoratlari orqali xalqning yuqori bahosiga erishadi. Shunday qilib, o'qituvchilik va o'quvchilik polshaliklarning ruhiga ikki muqaddas boylik sifatida yildiz tortdi. Ruslarning nuqtasidan qaraganda, bu ikki atalg'u dushman tushunchasining eng meg'izliq aniqlamasini tashkil qiladi. 20-asrning beshida Polshada qo'ltig'iga kitob qistirib olgan bir yosh qiz bu aniqlamaga qurolliq bir qarshilik ko'rsatkichidimi bakrak tushadi va davlat qurollaridimi bakrak kitoblarni qo'lga tushirish uchun butun kuchini safarbar qilgan edi. 1911 yılı Sosinovich saqchi mudiriga bir jasus tarafidan sunilgan dokladda tilga ilingan masalalar kichik bir yezdagi ta'lim-tarbiya faoliyatlarining qanchalik qo'rqinchli bosqichga berib yetganligini ko'rsatib beradi. Vazifa doiram ichidagi qonunsiz maktablar bilan munosabatlik tuvandagi dokladni oliylarga taqdim qilishdan iftixorliman. 1. Noir ustining kuyovg'ili Perigixetinning uyida Rosik ismli xatarlik bir kishi tarafidan darslar o'tilmoqda. 2. Shichitakisning uyida ikki maxfiy Yahudi maktabi bor, lekin o'qituvchisining kim ekanligi aniqlana olmadi. 3. Yezri madan ma'murining qizi Maria Goraliska doktorxonaning u tarafiga joylashgan ko'chadagi shirkatga tava uyda dars o'tmoqda. 4. Mazkur shirkatning Vesola ko'chasidagi yana bir uyida Yanina Firozdovska bilan singlisi dars o'tmoqda. 5. Yuturziniska magazinining xo'jayinining homisi yoki onasi bo'lgan ismi noma'lum ayol magazinga tutash uyda dars o'tmoqda. Doklad mushu turdagi 10 moddalik bir tizimlikni radga tizgandan keyin tuvandagi jumlalar bilan oxirlashadi. Yana mushlar o'xshash men bilishga muvaffaq bo'la olmagan boshqa maktablarmi bor? Bularning ba'zilarida soni 50 ga yetadigan bolalar ikki bosqichga bo'linib dars olmoqdadir.
Noyabr və yanvar qo'zg'olonlarini ruslar qonliq shaklda bostirdi və hər qitimli qo'zg'olon ko'tarishga urinish harakatidan keyin Polshaga qaratgan nazoratini texmi kuchaytgan edi. Lekin polshaliklarning organik xizmat usullaridan keyin ularni kontrol qilib turish qat'iy osonga to'xtamadi. Ma'arif faoliyatlari ruslashtirish tirishchanligiga har jihatdan qarshi turadigan shaklda ruslarning ko'zlarining oldida xalqning barliq qatlamlariga kengaymoqda va bir qancha 10 yil ilgari Polshaning butkul ziyonlarini o'ltirgan yoki kishallab Sibiriyaga surgun qilgan ruslar har qancha qilibmi bu kengayishning oldini ololmayotdi. Polshaliklar bo'lsa ta'lim-tarbiya faoliyatlarida obdalla ilgirlagan edi. Kun seri yangi usullar paydo bo'ladi. Yangi o'qitish o'rinlari sahnaga chiqadi. Uchidigan universitet bularda eng donglik edi. Uning qurilishi bilan bir asr keyin kommunizmning yemirilishigacha bo'lgan bir musofa boshlangan bo'ldi. Tema uchish boshlanadi. Aqlga ehtiyoj bor yerda kuchning bek foydasi bo'lmaydi. Nauika polshaliklar orasida rivoyatga aylangan yosh bir qiz bo'lib, 15-asrda yashagan edi. U ba'zilarining qarashicha bir shaharlik hukumat boshlig'ining, yana ba'zilarining aytishicha bir maktab mudirining qizi edi. Nauika Yevropada universitet eshiklarining ayollar uchun ochib etilishidan bir qancha asr ilgari Aranch Yasinib Andrzich degan ism bilan Krakow universitetiga tizimga oldirgan va 2 yil o'qishini davomlashtirgan edi. Nauikaning qiz ekanligining tasodifiy oshkorlanib qilishidan keyin xalq uni jodugar deb daryoga g'arq qilib o'ldirib etmoqchi bo'ldi. Bir rohib tarafidan qutqizib olingan Nauika sotlandi. Sot uningga jazo berishga sabab bo'lg'idek muvofiq bir gunohni bekitalmadi. Nauika uningdan keyin hayotini monastirda o'tkazdi. Halbuki Nauika Arancha yasinib kirgan universitetning mavjud bo'lib turishi asosan ayollarning tirishchanligini orqa ko'rinish qiladi. 1364-yili Krakow universitetini qo'llash uchun xonish Yadviga Zibu zinnatlardan tortib hamma narsalarni bergan edi. Uningdan boshqa saroy va nopuzliq oilalardagi nurg'un ayollarimi bu universitetga yordam qilgan edi. Lekin ayollarning qurilishiga kuch chiqargan bu universitetga kiralish uchun bir qancha asrning o'tishiga to'g'ri keldi. Asrlar kelib ketdi. 19-asrdagi qo'zg'olon ko'tarish tashabbuslari erlarning, xususan siyosiy jihatda faol harakat qiladigan erlarning ko'p qismining o'lib ketishi yoki surgun qilinishi bilan oxirlashdi. Shuning bilan mayli oilaning turmushini qamdash, kundalik hayotning mashg'ulotlari, mayli Polsha kulturining muhofazat qilinishidek uzun muddatli kurashda bo'lsin, yukning ko'p qismi ayollarning yelkasiga tushdi. Ayollar o'zlarini kutib turayotgan vazifalarga intayin astoydillik va jasorat bilan tutish qildi. Bo'libmi, ma'arif sohasidagi asrlar bo'yicha davomlashgan echirqashqa xotim bermoqchi bo'layotgandekla tirishchanlik ko'rsatdi. Universitetgacha bo'lgan ma'arif bosqichlarining hammasida ayollar erlardan qilishmoqdek darajada o'rin oladi. Lekin buningdan keyingi jarayon uchun fursatlar yo'q edi va bu fursatlarni o'zlari yaratishi kerak edi. Yanvar qo'zg'oloni yuz berib, oradan 20 yil o'tmay turibla Yadviga Shichaniska Davidova ismli bir ayol oliy ma'arif tarbiyasi elish uchun intilayotgan jinsdoshlarining talabini qondirgan bir formula bilan o'ttirg'a chiqdi. Bu formula ayollar uchun ochilgan bir yer osti akademiyasidan iborat edi. 1882-yili 200 dak polshalik yosh qiz o'zlarini qo'llab-quvvatlagan kishilarning uylarida yoshirincha yig'ilishga boshladi. Bu maxfiy yig'ilishlarda Varshavaning donglik ilm ahllari, falsafachilari va tarixchilari dars o'tadi. Davidova alohida ziyrak va favqulodda jasoratli bo'lib, bu keng doiralik faoliyatni rus saqchilariga tutilib qolmasdan ilib berishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, ruslarning maydonni bo'sh tashlab qo'yishga royi yo'q edi. Taxminan 1 yilga yaqin vaqt ichida yer osti akademiyaning o'qituvchilarining ko'p sonligi Varshavadan ketishga majbur bo'lib qoldi. Bu bisimlarning polshalik ayollardan olgan javobi bo'lsa, ochiq-oshkora holda do'yin e'lon qilishdan boshqa narsa emas edi. Yer osti akademiyasiga bo'lgan talab shunchalik kuchli ediki, 1883-yili
fakultetlari, sinflari, darslik materiallari, muhokama yig'inlari, imtihonlari va diplomlari bilan asosan hamma narsasi to'liq bir universitetga aylandi. Qo'rusi, zemini, binosi bo'lmagan. Rus saqchilarining qo'liga tushib qolmaslik uchun uydan uyga uchib yurgan bu universitetning ismi Uchar yoki Üzüdigan universitet bo'ldi. Uchadigan universitetning kurslari matematikadan dehqonchilikgacha, falsafadan adabiyotgacha bo'lgan nihoyatda keng sohani o'z ichiga oladi va bularning har biri uchun haftada 2 soat dars o'tiladi. Sinf qilingan uylarning ba'zilari faqat sinflar emas, ayni vaqtda tajribaxona funksiyasini ado qila oladigan shaklda tartibga solinadi. İmkoniyati yor berilgan o'quvchilardan simovul xarakterlik haq ilinadi. O'qituvchilarga simovul xarakterlik dars haqqi beriladi. 6 yillik ta'lim-tarbiya musobaqasidan keyin o'quvchilarga diplom beriladi. Uchar universitet faqat qizlarni o'qitishni nishon qilgan bir ma'arif tashkiloti emas edi. Lekin o'quvchilarning ko'p sonliqlari qizlarni tashkil qiladi. 1889-yili va 1890-yili o'qitish yilida Uchar universitetiga tizimlatgan o'quvchi soni 1000 ga yetdi. Sinflarmi uylarga sig'maydigan holatga yetgan edi. Darslarning ko'pinchisi bu faoliyatni qo'llab-quvvatlagan jamiyatlarning zallarida, albatta, ya'ni maxfiy holatda o'tilishga boshlandi. 1875-yili Polshaning eng boy savdo sanoatchisi va yer mulk egalari tarafidan yeza egilik va sanoatning ilmiy yo'sinda taraqqiy qilishiga to'hfa qo'shish maqsadida qurilgan sanoat va dehqonchilik muzeyi mazkur o'rinlarning biri edi. Va Uchar universitetining ba'zi sinflari mushu muzeyda to'planadi. Muzey Uchar universitetiga faqat sinflarini ichib berish bilan qolmadi. Polshalik dаңlıq ximiyachi Napoleon Miltisirning nazoratchiligi ostida bir ximiya tajribaxonasini qurib, universitetning xizmatiga sundi. Sinflarning bir yerga jam bo'lishidagi qiyinchiliklar nihoyatda tabiiy holda o'qituvchidan bakra kitobga diqqatni markazlashtirish majburiyatini ado qildi. Qonunliq universitetlarga o'xshamaydigan tarafi bu yerda o'quvchilar o'qitishlarni oz narsa kutib, nuqtali holda o'zining tirishchanligiga tayanishga majbur edi. Buning mahsuli sifatida ensiklopediya turidagi dars kitoblari modeli o'ttirg'a chiqdi. Bular bir qarashqa o'zligidan o'rganish kitoblari edi. Dars temasiga aloqador ensiklopedik ma'lumotlar bilan birga temani qanday muzokara qilish kerakligiga doir ko'rsatmalar va u temaga qo'shimcha qilib murojaat qilishga bo'ladigan manbalarning tizimlikimi mazkur kitoblarda bor edi. Bu kitoblarni Varshavadagi uylarning ko'pinchasidan tepish mumkin edi. O'zligidan o'rganish faoliyatlarining bir moda holatida xalqning butkul qatlamlarini o'z ichiga elishida mazkur darsi kitoblarining to'kpisi bor edi. Uchar universitet Polshaliklar, Ruslar bilan Germanlarning Polsha kulturini umumyuzlik tarixdan o'chirib tashlash urinishlariga qarshi kollektiv tuyg'u bilan yezib chiqqan bir dastonga aylandi. Bu uzun, to'liq uzun bir kurash edi. Ruslar yoki Germanlarning ko'zidan qaraganda bundaq bir kurashning tushuniksiz taraflari yo'q edi. Uzun mezgillik siyosatlar davlatning imkoniyatlaridan foydalangan holda bir markazda planlanib ijro qilinadi. Polsha xalqining bir bütün holatda mushundaq uzun va mushaqqatli yo'lni tanlashi, shundaqla uzun yillar bo'yicha astoydillik bilan amillashtirishi bo'lsa, tarixda nihoyatda oz uchraydigan bir milliy mujodalaning ulgusini tashkil qilgan edi. Ruslar bilan Germanlar Polsha tarixini va kulturini bir bütün holatda bir millatdan burunqi davrga dafn qilib, uningga doir hech qanday iz qoldirmaslikka tirishayotgan bo'lsa, polshaliklarmi o'z kelajaklarini bir gavda holatida ilmga, kulturiga va san'atga ega bo'lishda va bu qimmat qarashlarni badilining qanday bo'lishidan qat'iy nazar muhofazat qilib qo'g'dashda deb qaraydi. Bu yo'lda o'zlarining kutayotgan mushaqqat va xavflardan hech kim bexabar emas edi. Shundaqla ularning hech biri qisqa vaqt ichida parlaq natijalarning qo'lga keltirilganligini kutmaydi. Ular matematikaning, fizikaning, biologiyaning, tarixning, falsafaning, adabiyotning, naqshi musiqining eng inchika tafsilotlari bilan yillar bo'yicha mashg'ul bo'ladi. Va bir qancha qurliq ma'lumotga ega bo'lish uchun oqshomlari uydan uyga uchadi.
ilim ügüniş yoki ügütish əsnasida tutulub qilishning qiyin qistaqqa ilinish, turmaga sulunish yoki Sibiriyaga sürgün qilinishdak to'laydigan badallari bor edi. Polşalik yoshlar bu badallarni to'lasimu, ko'zlagan go'zal kunlarni o'zlarining hayotligida ko'rolmaydiganliklarini bilatdi. Aslida ular bu anga ega bo'lgan cheg'dila o'limsizlikni va yengilmas kuchni qo'lga keltirgan edi. Polşalıqlarning bu tirishchiligidan shunday bir narsani ko'rib bilishga bo'ldiki, bular o'shkiga chigit berib, atisi quyrug'ini tutgandek ish qilmasdan, balki bir natijani undaq oson qo'lga kelmaydiganligini, uzun yillardan keyin qo'lga keladiganligi, ham o'zlarining bu hayotida ko'ramaydiganligi, avlodlarining ko'ralaydiganligi, bu jarayonda to'xtamay izlanadiganligidek bir haqiqatni tunib yetgan. Ham bu jarayonda tutulib ketishga, surgun qilinishga, qiyin qistoqlarga hamma narsada qalblarida tayyorlik ko'rgan. İnsan keyin yuz bermoqchi bo'lgan ma'lum qiyinchilikqa va ko'ngil og'riqiga qalbida tayyorlik ko'rgan vaqtda, agar u ishga duch kelsimi, u uningga eg'ir tuyulmaydi. Ham uni yengishning, uning ustida g'olib kelishning ustida istindi. Polşalıqlar ana shundaq bir xil ruhiy holatni o'zlarining vujudida shakllantirgan. Shundaq qilib, bu qatimliq o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.